transport vositasi qidiruvda ekanligi ma'lum bo'ldi. Shu bo'yicha qonuniy chora ko'rib, avtomashinani vaqtinchalik jarima maydonchasiga olib kirish bo'yicha harakatlanyapmiz. Assalomu alaykum. Live telekanali jamoasi Andijon viloyat ko'chalari bo'ylab ish faoliyatini boshlaydi. Soat minlari 21:00 ga qarab yaqinlashmoqda. Bugun ham Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda reyd tadbirlari o'tkaziladi. Asosiy maqsadimiz avtohalokatni oldini olish, qoidabuzarlikka yo'l qo'ymaslik. Bizni kuzatishda davom eting. Ular falan. Nasıl oldu? Maqsad buradan çıkarıp kalmamızda rahmet aka. Öz yaxshimi? Oyna ko'tarinchi aka. Erda. Aka. Haydovchi guvohnomangiz bormi? Haydovchi guvohnomangizni bersangiz, pasport, qolganini onlayn tekshirib ko'ramiz. Havo chiqmay qolsa, keyin so'ralar qolgan hujjatlar. Hurmatli haydovchi, yoningizda asli bo'lishi kerak, haydovchi guvohnoma yoki ID karta yoki biometrik pasportingiz bo'lishi kerak. Bormi shular? Hurmatli haydovchi, sizga nisbatan yo'l harakati qoidalarining 7-bandini buzganingiz uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksda 135-modda 1-qismidan chora ko'rilyapti. Ya'ni tegishli hujjatlarsiz transport vositasi boshqarganingizga. Bo'layotgan muloqot bodi kamerada planshetdan yozib borilyapti. 294-moddani tanishtiraman. Huquq va majburiyatlaringiz. Tuzilgan ma'muriy bayonnomadan e'tiroz bo'lsa, bizdan yuqori turuvchi organlarga murojaat qilishingiz mumkin. Advokat yo'llash huquqiga egasiz. Telefon nomeringizni aytchi. 258 60 ni 299 FB davlat raqam belgili Lasetti rusumli transport vositasi Mashhur ko'chasida hujjatlarni tekshirish to'xtatilganda haydovchi guvohnomasi yoki biometrik pasporti yo'qligi uchun avtomashina vaqtincha saqlash uchun jarimadan qo'yilyapti. Red bo'lyapti, masjid. Nomingiz degani mashina. Qani hujjatimiz joyida. Ha, Husanboy aka ekan. Ha, Husanboy. Bor ekan tonirovka? Hozir aka, men daverni sizni ko'rib oldim. Ha. Aka, ishonchnomangiz tugab qolibdi. Ishonchnomangiz tugab qolibdi 13-kuni. Yo'l harakati qoidasining 135-modda 1-qismida turgan qoidabuzarliklar avtomashinangiz vaqtincha jarimadan qo'yib turishingiz kerak. Mashrab ko'chasida ret olib borayotgan paytimizda 60W700QA bo'lgan Li avtomashinasini to'xtatganimizda haydovchini ishonchnomasiz avtomashina boshqarayotgani ma'lum bo'ldi. Va haydovchiga nisbatan ma'muriy huquqlar to'g'risidagi kodeksda 135-modda 1-qismida nazarda tutilgan qoidabuzarlik bilan ma'muriy bayonnoma yozdik. Avtomashinani jarimadonga joylashtiramiz.
Andijon viloyati Andijon shahar hududidagi ko'parti oldiroq xizmat olib berayotgan vaqtimizda transport vositasi ushbu transport, ya'ni trekker rusumdagi transport vositasi to'xtatilganda transport vositasi qidiruvda ekanligi ma'lum bo'ldi. Shu bo'yicha qonun chora ko'rib, avtomashinani vaqtinchalik jarima maydonchasiga olib kirish bo'yicha harakatlanyapmiz. Ko'tarinchi ta'mirlash bormi? Bo'ldi. Yaxshi. Oq yo'l. Ha, nomer olinmabdi bunga. Endi olinadi aka. Poligonga borib keldik. Poligonga borib keldik, endi olinadi aka. Ulardan o'zingiz nomingizga rastamojka bo'ladigan qilib qo'ydi aka. Poligonga borib 19-may kuni chiqibdi bu. 29-maygacha surovingiz bor ekan. Ha, xudo xolasa. Sharboyev Abrorbek. Sherboyev Abrorbek. Qani aka? O'qiyor.